Aziz o'rtoqlar, Yakkasaroy tumanida joylashgan City Life deb nomlangan turar joy majmuasining 8-qavatidagi 4 xonali 109 kvadrat metrli xonadonimizni hozir men sizlarga chiroyli qilib tanishtirib chiqaman. Ko'rib turibsizlar, bu mehmonxonasi, oshxonasi bilan studiya qilingan. Bu yerda astrovoklari bor. Komplekt hamma jihozlari joylashtirilgan, tayyor turibdi aziz o'rtoqlar. Kuxnyamizni bu yerda bo'lsa 6 kishilik mehmonlarimiz uchun stol stullar va balkon qismlari bor. Balkon qismlari ikkita, bittasi bu yerda juda ham chiroyli manzara bor. Ko'rsanglar bo'ladi. Bobur ko'chamiz bilan tutash ko'chada, bu yerda Piramid Tower yonginasida joylashgan bo'ladi. Aziz o'rtoqlar, juda ham chiroyli manzaramiz bor. Ko'rsanglar bo'ladi, bu yerda lounge zonamiz, yumshoq mebellarimiz, kattagina televizorlarimiz va yaxshi materiallardan qoplangan dekor qismlarimiz bor. Chiroyli biralarimizni ham qo'yib qo'yishibdi. Uyimizda полностью теплый pol, uyimizda 3 ta umumiy yuvinish xonalari mavjud. Alohida ko'rsanglar bo'ladi. Bu master yotoqxonamizning o'zini alohida yuvinish xonasi va bu yerda yumshoq kravatlari, bu yerda shkoflari, komodlari, kattagina televizorlari joylashtirilgan.